tanaga loyiq tikilayotgan narsa. Bunaqa astarlar mabodo tikiladi qachonki kiyimni ustidan kiyiladigan narsa bo'lsa. Boshqa material bilan kontakt taktilni bo'lishi kerak deb bemalol kiyilib ketish kerak. Buni hozir sizni klientingiz kiyyapti tanaga. Tanaga yoqimli bo'lishi kerak. Mana bu siz boshidan tikmasdan o'sha tanaga yoqimli astarlar bilan ishlashni boshlasangiz, bora tikkanda, kiyganda farqiga borishni boshlaysiz. Klientingiz o'zi ichi zo'rda, mazzada deydi. Kelishi o'shanga bog'liq bo'ladi. Ana tikibdi-da astar tortib yotibdi, ichi jinnicha tellatvordi bir narsalar deydi. Xos tellaydi rostdan bunda. Momentini bilib olishimiz kelardi. Bilasizmi, astarlarga ishlatardik. Shifon bo'lib shifon emas, krep bo'lib krep emas, o'rtasida asosiy strechi bor. Tanaga yoqimli astarga ishlatamiz-ku. Endi u hozir mana masalan bajarganingizdan ishi cho'tga ochiladi. Maza qilishingiz kerak. Hozir buni ichidan narsa kelsa to'g'ri tellaydi. Bu amaliyotga ishlayman o'sha. Bilmayman, ishlayman. O'sha men bu elastikni bo'lib turaveradi. Men bu formalar oladi kiyimda. Qo'lingizni, ana formalarni kiygan sari olishni boshlaydi bu tweet. Ming dubleringni yopishtirsangiz ham. Men bu olmaydi, qoqib turaveradi. Ana cho'zilgisi kelgan paytda bu cho'zilmay turaveradi o'sha. O'shanisi yomon. Ikkalasi gaplashish kerak astar bilan usti. Mana yenglarni tortib bersin deydi. Ana ular ozgina strech beradi-ku. Bu ham ozgina strech beradi. Nomdoq qilganda ozgina anaqa qiladi, odamni layoqatiga moslashadi bu materiallar. O'shaning uchun trikotajni dublerini ishlating deyapman, chunki u ham o'sha effektni beradi.